بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Sözlerinin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yollarınki en yaxşısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bizim o şehadisine binaen okuyatkan Seyyid kitabımızın davamlaştırımız. Zakat bölümündeki naqbul, mal çarva, açlık, dan ve deldiraklarının zakati edilgeye kelgen. Bismillahirrahmanirrahim. 2693 hadis. Asim ibn Zemre ve Haris el-A'ver Ali radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar sening 200 dirham puling bo'lsa, bir yil to'shqanda uningga 5 dirham zakat keladi. Oltin 20 tillaga yetmaguncha zakat kelmaydi. 20 ga yetsa, bir yil to'shqanda yarim tilla keladi. Uningdan ko'p bo'lsa, soni qarata hisoblanadi. Bir yil to'shmagan har qanday malga zakat kelmaydi. Abu Davud 1572 hadis. Albani sahih degan. 2694 hadis. Yahya ibn Umara ibn Abul Hasan radhiyallohu anhu Abu Said'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. 5 o'qiya 2 tangadan oz kumushga, 5 dan oz tugiga va 5 fasaqdan oz xurmo, uzum va oshli qatorliqlarga zakat kelmaydi. Buxoriy 1405 hadis. Vasaq o'lcham birligi bo'lib, bir vasaq 60 saga to'g'ri keladi. 1 sa 3.13 litr tang. 2695 hadis. Sadisini rivoyat qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mallardan elingan zakat to'g'riliq maktub yozdirdi. Lekin zakat xodimlari qavatmay turib vafot bo'ldi. Maktubni qilichi bilan billa bir yere qo'yib qo'ygan edi. Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumalar taki vafot bo'lgan qadar u maktubda yozilganlarga amal qildi. Maktubda mundaq yozilgan edi: 5 tugiga 1 qo'y, 10 tugiga 2 qo'y, 15 tugiga 3 qo'y, 20 tugiga 4 qo'y zakat keladi. 25 dan 35 kishi yetkicha 2 yoshlik bir tish tugiga, 35 dan 45 ga yetkicha 3 yoshlik bir tish tugiga, 45 dan 60 ga yetkicha 4 yoshlik bir tish tugiga, 60 dan 75 ga yetkicha 5 yoshlik bir tish tugiga, 75 dan 90 ga yetkicha 3 yoshlik tish tugidan ikkisi, 90 dan 120 ga yetkicha 4 yoshlik tish tugidan ikkisi. Agar 120 dan davomli ko'paysa, har 50 tugiga 4 yoshlik tish tugidan birisi, her 40 tugiga 3 yoshlik tish tugidan birisi keladi. Qo'y 40 dan boshlab 120 ga yetkicha 1 qo'y keladi. Buningdan eshib 200 ga yetkicha 2 qo'y, buningdan eshib 300 ga yetsa 3 qo'y, 300 dan eshib 400 ga yetkicha har 100 qo'yga 1 qo'y zakat keladi. Zakatdan qochish uchun ayrim turdagi hayvonlarni birlashtirishga yoki o'xshash turdagi hayvonlarni ayirishga bo'lmaydi. Sheriklashib yiqilgan malning zakatini har taraf teng to'laydi. Aqsoq, cho'loq, qeri yoki aybinat mal zakatga qabul qilinmaydi. Abu Davud 621 hadis. Albani sahih degan. 2696 hadis. Yana bir rivoyatda Zuhri mundaq dedi: Zaman yo'qchilar zakat yo'qchilar yetib kelganda mallar 3 qismga, ya'ni yaxshilari bir qismiga, o'rtahalari bir qismiga, nacharlari bir qismiga bo'lingandan keyin zakat xodimi o'rtahal tikillaridan oladi. Abu Davud 1568 hadis. Albani sahih degan. 2697 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Abu Bakr radhiyallohu anhu meni zakat yig'ish uchun Bahraynga yo'llaganda bir parcha maktub berdi. Maktubning mazmuni mundaq edi: Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu Allohning buyrug'iga asosan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga farz qilgan zakatdir. Zakat tövendeki şartlarga asosan so'ralsa beriladi. Aksi bo'lsa berilmasin. Tugining soni 24 yoki undan oz bo'lsa, har 5 tuga uchun 1 qo'y, 25 dan boshlab 35 ga yetkicha 2 yoshlik tish tugidan birisi. Agar 2 yoshlik tish tugi bo'lmasa, erkak tugi bo'lsa bo'ladi. 36 dan 45 ga yetkicha 3 yoshlik tish tugidan birisi. 46 dan 60 ga yetkicha 4 yoshlik tish tugidan birisi. 61 dan 75 ga yetkicha 5 yoshlik tish tugidan birisi. 76 dan 90 ga yetkicha 3 yoshlik tish tugidan ikkisi. 91 dan 120 ga yetkicha 4 yoshlik tish tugidan ikkisi. 120 dan oshganda har 40 tugi uchun 3 yoshlik tish tugidan birisi, har 50 tugi uchun 4 yoshlik tish tugidan birisi zakat uchun beriladi. 4 dan ortiq tugisi yo'q kishi zakat bilinmaydi.
Faqat tögi egisi berishni xolasa elishib bo'ladi. Tögi 5 ga yetsa bir qo'y zakat keladi. Yaylaq yoki jangalda qilgan qo'yning zakati mundaq. Qo'yning soni 40 dan 120 gacha bo'lsa, bir qo'y, 120 dan 200 gacha yetgacha 2 qo'y, 200 dan 300 gacha 3 qo'y, 300 dan oshganda har 100 qo'y uchun bir qo'y zakat olinadi. Yaylaqda beqilgan bo'lsa-mu, soni 40 dan az bo'lsa, undaq qo'yning egisidan zakat olinmaydi. Faqat qo'y egisi nafli uchun zakat berishni xolasa elishib bo'ladi. Kumushda 10 dan 1ning 4 dan 1, ya'ni 40 dan 1 zakat uchun beriladi. Agar 190 kumush tangisi bo'lsa, zakat kelmaydi. Faqat pul egisi berishni xolasa bersa bo'ladi. Buxoriy 1454-hadis. Bir yilning 20 dan ko'proq vaqt yaylaqda yoki jangalda beqilgan qo'ylarga zakat keladi. Uyda beqilgan yoki burdilgan, ya'ni o't-cho'p, yem-xashakni setib olib beqilgan qo'yga zakat kelmaydi. Agar mundaq qo'ylar tijorat maqsadida beqilgan bo'lsa, pul sundirilib, naqd puldan zakat olinadi. 2698-hadis. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni Yaminga avatganda kalining soni 30 ga yetguncha uning zakatini almasligimni, 30 ga yetganda bir erkak yoki kishi torpaq olishga, 40 ga yetganda bo'lsa 3 yosh qadam qo'ygan kalidan birini olishga buyurdi. Nasoiy 2453-hadis. Albani Hasan va Sahih degan. 2699-hadis. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlardan otning zakatini va qulga keladigan zakatni ko'tarib etdim. Mollaringlarning zakatini ado qilinglar. Har 200 ga 5, ya'ni 40 dan 1ni beringlar." Nasoiy 2477-hadis. Albani Sahih degan. 2700-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ot bilan qulga zakat kelmaydi. Ammo qulga fitr zakat keladi." Abu Davud 1594-hadis. Albani Sahih degan. 2702-hadis. Sufyan ibn Abdullah mundaq deydi: Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu meni zakat yig'ishga avatdi. Men xalqning qo'zalarini sanaytdim. Ular: "Sen qo'zalarini sanaytgansan yo, biroq zakatga qo'z olmaydi ekansan" dedi. Men qaytib kelganda Ömerga bu ahvolni yetkazsam, Ömer radhiyallohu anhu: "To'g'ri, padişalarning quchoqlaridagi o'g'loq va qo'zlarni zakat miqdoriga kirgizsan, ammo zakatga ularni olmagan. Bundan boshqa u mollarning eng yaxshisini, sog'liqni, yangi qo'zilgan qo'yni va uruqlagan qo'chqarni olmay, yosh va o'ttirallarni olgan. Shunday qilganda noshir bilan yaxshining orasi tangshiladi" dedi. Malik 600-hadis. 2703-hadis. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni zakat yig'ishga avatdi. Men bir kishining yoniga keldim. U kishi mollarini yig'ib, qarasam u kishiga 2 yilga to'shgan bir to'gi zakat keladi ekan. Shuning bilan men zakatga 2 yilga to'shgan bir to'gi bergin dedim. U kishi undaq to'gidan chiqmaydi yoki uni ishlatkili bo'lmaydi. Shuning uchun kuchlik, cho'ng va semiz kelgan ma'tugin beray, shuni olgan dedi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurgan narsani ola olmayman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yaqinli yerda, agar xohlasang uning qishig'i berib, menga degan so'zlaringni degan, agar u qabul qilsa, menmi qabul qilaman. U qabul qilmasa, qabul qilmayman dedim. U shunday qilay deb zakatga atgan tugisini olib, men bilan birga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga keldi va: "Ey Rasululloh, sening elching mendan melimning zakatini olg'ili kepti. Allohning nomi bilan qasamki, bundan burun Allohning rasuli na Rasulullohning elchisi melimni ko'zdan kechirmagan edi. Shunga men mollarimni uning oldiga yig'ib berdim. Uning aytishicha, menga faqat 2 yillik bir kishi botlaq zakat kepti. Lekin uningdan yasib chiqmaydi yoki uni mingil bo'lmaydi. Shunga men uningdan cho'ng va kichik bir tugin bersam, u olg'ili unimadi. Ey Rasululloh, u tugi mushu. Men buni sening oldingga olib keldim, qabul qilgan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sana kelgan zakat shu ekan, ammo uningdan cho'ngroqini xohlasani i'ona qilay desang, ham yaxshi. Alloh sana ajr ato qiladi, biz qabul qilamiz" dedi. U: "Ey Rasululloh, bu tugini oldingga olib keldim, qabul qilgan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni topshirishga buyurdi va uning maliga barakat tilab duo qildi. Albani Hasan degan. Abu Davud 1583-hadis. 2704-hadis. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qildi: Zakat meli zakat xodimining oldiga olib kelinmaydi yoki zakat bermaslik uchun molni boshqaga yutishga bo'lmaydi. Qizlarning mehr haqqini bermaslik uchun ikki oila o'zaro kelishib, qizlarni almashtirishga islom yo'l qo'ymaydi.
Kimki birər nərsini bulab özünün qılıb alsa, o bizin emas, yəni musulmonlar qatarından bo'lmaydi. Nasai 3335-ci hadis. Albani sahih degan. 2705-ci hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq deydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning maliga har 40 tengada bir tenga zakat, musulmonlarning kafolatida yashayotgan zimmilarning g'ayr dinliklarning maliga har 20 tengada bir tenga g'alloq faraq, g'ayri zimmiylarning, ya'ni musulmonlarning kafolatida bo'lmagan g'ayri dinliklarning maliga har 10 tengada bir tenga g'alloq faraq olishni belgiladi. Al-Awsat Haysami bu hadisni Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, raviylar ishonchlidir degan. 2707-ci hadis. Salim ibn Abdullah dadisidan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini rivoyat qildi. Yomg'ir yoki buloq suyida sug'uriladigan yerdan va yoki nam yerdan chiqqan mahsulotning 10dan 1 zakatga beriladi. Chiyilak yoki boshqa suvlarda sug'uriladigan yerdan chiqqan mahsulotning 20dan 1 beriladi. Buxoriy 1483-ci hadis. Kimin 711-ci hadis. Cabir radhiyallohu anhu mundoq deydi. İbn Ravaha Xaybarning xurmisi 40 ming vasaq taxmin qilingan edi. Yahudilarga yuqorqi hadisda bayon qilingan ixtiyorlik berilganda, ular xurmini o'zlari yig'ilgan va musulmonlarga kelishimligi bo'yicha chiqadigan masofning yarmi saqlangan 20 ming vasaq xurm beradigan bo'ldi. Abu Davud 3414-ci hadis. Albani sanadi sahih degan. 2712-ci hadis. Sulayman ibn Yasar radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Ravahani Xaybar yahudilarining xurmalarini taxmin qilib baholashga o'tganida, yahudilar ayollaridan bir oz zinat buyum yig'ib ibn Ravahaga bular sening bo'lsin, bizga kamchilik qilib mo'lchar biroz o'tira qo'ysang dedi. Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhu: "Ey yahudilar, sizlar Alloh taolaning maxluqotlari ichida men eng o'chkirdigan maxluqotsizlar. Shundaqmi xotirjam bo'linglarki, bu meni sizlarga zulm qilib ortiq taxmin qilishimga turib bo'lmaydi. Sizlarning menga pora o'rnida yig'ib bergan bu narsalar haromdan boshqa narsa emas. Biz pora yemaymiz" dedi. Buni anglagan yahudilar, demak osmon zamin mana shundoq turishlik bilan o'yir turibdi-da deyishdi. Malik 1413-ci hadis. 2713-ci hadis. Abdullah ibn Abu Bakri ibn Muhammad ibn Amr ibn Azm radhiyallohu anhu mundoq deydi. Abdullah ibn Ravaha Xaybar ahliga xurmlarni faqat 1 yil taxmin qilib berdi. Bu Mu'ta kuni shahid bo'lib ketgachga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyingi yillarda uning o'rniga Jabir ibn Saxr ibn Xansar radhiyallohu anhu ni avatdi. U ularning xurmalarini taxmin qilib berdi. Al-Kabir 2136-ci hadis. Haysami bu hadisni Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, hadis mursal, sanadi sahihdir degan. 2715-ci hadis. Abu Umama ibn Said radhiyallohu anhu dadisidan mundoq rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xurmaning bak masalalarini zakat uchun elishdan to'sgan. Abu Davud 1607-ci hadis. Albani sahih degan. 2716-ci hadis. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu xatizib ko'ktatning zakatini so'raganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'ktatga zakat kelmaydi degan. Tirmizi 638-ci hadis. Albani sahih degan. 2718-ci hadis. Tavus Muazning Yaman ahliga sizlar Arafat qo'noqning o'rniga raxt va kiyim-kechak beringlar. Bu ham sizlar uchun oson, ham Madinalik sahobalar uchun yaxshi deganligini rivoyat qilgan. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan. 2719-ci hadis. Saib ibn Yazid mundoq deydi. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bu oy zakat oyidir. Kimning qarzi bo'lsa, qarzini to'lasinki, shu orqali qarz egillarining mili to'liqlanib zakat bersin. Malik 591-ci hadis.